2 dona flash sizmasini sızib qo'ydim men. Biz mana shu elementlarni tashkil qilgan flashning sizmasininki roli iqtidori to'g'risida bir tushunish berlar. Ham flashning sizmasi sızilgan vaqtida qavatning qanday o'zgarganligi to'g'risida ancha-muncha bir narsa tushuniladi. Birinchi qurol tanlash quroli. Qurol sandiqdagi. Ya'ni shuni bilan birga navbatda kesish qurolim bo'ladi. Ham bu nimani kesalaydi? Faqat flashning sizmasini kesalaydi. Flashning sizmasini. Ham yana shuning bilan birga yo'tkash qurolim bo'la oladi. Ma'lum bir obyektni tanlab, flashning sizmasini yo'tkasam yo'tkilyotadi-ku, yo'tkash qurolim bo'la oladi. Demak, birinchi qurolning iqtidori ham tanlash, ham yo'tkash, ham parchalashdan iborat. Ham bu parchalaganda faqat mush flashning sizmalarini parchalay oladi. Biroq element kelib qolsa, agar buning bir element kelib qolsa, F8 ni bosdim, element qaylandirdim, bir element kelib qolsa, bu chaqda bu elementni parchalanmaydi. Unda akasini parchalanmaydi ekan-ku. Hem bu xil element qaylandirilgan flashning sizmasini biz flashning sizmasi altida emas, balki element altida bir taraf qilamiz. Masalan, mush narsani mush o'z o'qib turib piqraydigan bir unum ishlamoqchi bo'lgan bo'lsam, joy turib piqraydigan. Valda men 5-katukkaga vaqtida bir halqaliq katuk qurdim. Mav qural shakl o'zgartirish quroli eklab aylandirdim. 10-katukka kelganda yana bir halqaliq katuk qurdim, o'xshashlam aylandirdim. 15-katukka kelganda yana bir halqaliq katuk qurdim, o'xshashlam aylandirdim. 20-katukka kelgan vaqtida yana bir halqaliq katuk qurdim, buni o'xshash aylandirdim. Aylanayotgan unum chiqdi-ku? Aylanayotgan unum chiqdi. Buning agar men mayaga harakat unum berib qo'ysam, harakat unumi hosil qilib qo'ysam, control deyni bossam, mana aylanayotgan ko'rinish chiqdi-ku. Agar buni o'lchamlik bir taraf qila olsak, mush o'rinlarni, nuqtalarni tafsilroq bir taraf qilsak, tabiiy aylanayotgan unum hosil qiladi-ku. Demak, bu bir flashninki sizmasi holatida emas, flashning elementi holatida bir taraf qilindi. Hozir biz bir taraf qilayotgan obyekt flashning elementi. Buningki markaz nuqtasi bo'ladi. Ma'lum bir markaz nuqtasi bo'ladi. Hem biz agar buni flashning sizmasi holatiga aylantirib etsak, buning harakatida mana makli flashning sizmasiga aylantirib etdim. Harakatda nima bo'lyapti hozir? Har orliqninki harakatida uzilish bo'lyapti. Shundaqmi? Sizlar ma'noning cheksam, hozir ma'noning uzilishi bo'ladi. Mashkisi ikkilisi flashning elementi bo'lgan kim buningda masala yo'q. Biroq ma'noning kelgan vaqtida harakatda uzilish va men ma'nodimmi elementni xolgan birisini flashning sizmasiga aylantirib etsam, bu chaqda hammasida harakatda uzilish bo'lib ketdi degan. Control D abiyaqa o'xshash tabiiy harakatlanmasdan qo'pol silkinib chiqyotadi-ku. Bu flashning sizmasininki ishi. Biz flashning sizmasini bergan vaqtimizda mayada bir tal element qo'yib qoldi. Bu elementni flashning sizmasiga aylantirib o'tay control B bilan. Bu xil narsalar qarta harakat bergan vaqtimizda mousening o'ng knopkasini chekib biz qaysini berayaptik? Shakli o'zgarish orqali harakatlanish deganni berayaptik. Bu chaqda buning shakli o'zgarib turib harakatlandi. Shakli o'zgarib turib. Abiyaqa harakat bilan ikkisi o'xshamaydi. Ya'ni flashning sizmasi bilan elementninki qurilmasi o'xshashmaydi. Abiyaqa degan muqim elementda shunga piqrab unum harakati hosil qildi. Mavchu ma'nimamda bu flashning sizmasida bu muqim emas, shakli o'zgarishiga asosan harakatlandi. Demak bu o'zining shaklini o'zgartirib harakat unum beryapti. Flash sizmasi bilan flash elementninki o'sha harakatlik farqi. Flashning sizmasi Photoshopdagi o'xshash, ya'ni rasm qavatlariga o'xshash flashning maydonida qavatlasha oladi. O'zaro qavat hosil qila oladi. Masalan, ma bir dona flashning sizmasi bo'ldi-ku, yana bir dona flashning sizmasini men boshqa bir xilroq rangda elib mayaga sizgan bo'lsam, oldingi sizg'inni keyingi sizg'ini to'sib oladi. Ko'tarib akasim to'sib oldi-ku, keyingisini to'sib ola oladi. Demak, bu maydonda o'zaro qavatlasha oladi. Manda qavatlashtirib qo'ysam, ham bu tanlashni bika qilib etdimlar, hammasi bir qavat kuchib qoladi. Hammasi bir qavatga. Mani kesib elib etsam mayadan chiqdi-ku, mani elib etsam ani elib o'tdi-ku, mani elib o'tib qolib qolsam oqiskisiniki besib to'g'arayni qisib oladi. Demak, bu qavatni o'zaro qanday qilib o'tib bordi hozir? Birli qavat hosil qilib qo'yadi. Tanlash asli o'g'in oldingi qavatda, uning oqisi keyingi qavatda shu flashning sizmasida faqat qavat 2 qatlam bo'yicha bir taraf bo'la oladi. 2 qatlam bo'yicha. Ya'ni navbat sizib qo'yganingizning ustida birisi tanlangan holatga sizilg'ini ayrim bir qatlamning ustida agar siz tanlab qo'ysangiz, uni ostiga ilib tanlaganingizning ustiga chiqib oladi.